ko'cha bucholarda biz o'lib ketsak kerak. Aytma, oh my god. Aytma, Jack. Oh my friend. Oh. Ye, ana nima? Jack, ana nima? Axir u musulmonlarning masjidi-ku. Endi qornimiz to'yadi. Qutuldik. Ular xayritunlarni qabul qiladimi? Men ismimni Abdulloh qo'yaman. Shunda men xohlagancha ovqat yeyman. O'zgartirmayman. Nega o'zgartirmaysan? Jack, o'zgartir. Agar o'zgartirmasang sen ochiqib o'lib ketasan. O'zgartirmayman. Ha, o'zing bilasan. Ketdik. O'la odam bo'lmay. Tur. Ketdik. Xush kelibsizlar, birodarlar. Assalomu alaykum, taqsir. Biz juda uzoq yo'l yurib keldik. Juda charchaganmiz. Bir kunga boshpana bering. Sening isming nima, bo'tam? Mening ismim Jack. Musulmon emasmisan? Hech qisi yo'q, bo'tam. Mehmon otangning o'g'li. Qani ichkariga kiring. Avval sizni yuvintiramiz, keyin taomlantiramiz. Qani, marhamat. Ismingni o'zgartirmay xato qilding, Jack. Mana endi musulmonga qiladigan mehmondorchilikni ko'r. Sizning ismingiz nima, bo'tam? Ismim Abdulloh, taqsir. Musulmonmisiz, birodar? Alhamdulillah, musulmonman, taqsir. Inim Abdulloh. Ramazon muborak bo'lsin.